Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Market Maker uz komandasi. Bugun dushanba va sizlar bilan kripto bozor holatini ko'rib chiqamiz. Bitcoin USDT parasi bir kunlik time frame'da o'tgan hafta aytganimdek, Bitcoin narxi mana shu 107 ming dollar atrofida narx bo'lgan. Tushish harakat qilib beradi deganmiz. Narx yana 7-5-6% pastga tushib berdi va 100 ming dollarlik darajada to'xtadi. 100 ming dollar daraja narxni ushlab qoldi. Indikatorlarimiz RSI'ni qaraydigan bo'lsak, razgruska bo'ldi. Umumiy hisobni oladigan bo'lsak, yangi ATN narxdan nima deydi, narxni yangi обновление qilgandi-yu, Bitcoin 112 ming dollargacha chiqqan, mana 111 ming 900 dollargacha. Shu narxdan hisoblaydigan bo'lsak, narx 10%, 10,5% korreksiya bo'ldi. Bu o'sish trendidagi normal holat, korreksiya bo'lish 10%, 15%, 13% normal hisoblanadi. Va ko'rib turganinglardek, o'sish shamchasi mana bu поглощение deydi. Поглощение bo'ldi, полностью sotib tushgan narxni qaytadan sotib olish sotuvchilar. Yaxshi, juda ham bu zo'r o'sish uchun pattern bu, поглощение degan shamchalarni patterni. Va ko'rib turganinglardek, mana bu uchburchakni buzib o'tdi narx va hozir tepaga qarab ketyapti. Mana hozir Amerika ochilyapti, bozori. Amerika ochildi. Ko'rib turganinglardek, mana bu kunlik shamchamiz tepaga qarab tortdi hozir. 106 mingdan yuqoriga endi tortdi tepaga qarab. Ko'pincha tarixda nima bo'lgan bo'lsa shuni qaytalaydi. Любой aktiv o'z tarixida nima bo'lgan bo'lsa, где-то 80% ga qaytalaydi. Men buni примерно chizadigan bo'lsak, narxni men bitta bunday chiqib, qaytadan men bitta pastga tushadi narx. M chizadi. Bu M chizgandan keyin bu M ni oxirigacha pastgacha yopish kerak bo'ladi. Keyin qanaqadir pastga tushib 92 ming dollarga tushishimiz kerak. Bu faqat meni fikrim, chista. Endi ko'ramiz nima bo'lishini. Agar juda ham zo'r yangilik chiqadigan bo'lsa, 128 ming, 120 minggacha olib ketib qolishi mumkin narxni. Hozircha endi bugun mana shu kunlik shamchamiz 106 ming, 107 ming dollardan yuqori yopiladigan bo'lsa, 110 minggacha chiqishimiz kerak. Birinchi maqsad. Pastdan qaraydigan bo'lsak, bizda 100 ming dollar darajada qo'llab-quvvatlash bor. Darajasi undan keyingisida 97 mingda bor. Mana bu yerda 97 ming dollar. Undan keyin 92 ming dollar bor. U yerda как раз gap bor bizda ochiq. Bitcoinning holati shu. Keyin aytadiganim, yaqin kunlarda Amerika inflyatsiyasini e'lon qiladi va kelasi haftada stavkani e'lon qilishadi, foiz stavkasini. Shunga qarab, shu kelasi haftada foiz stavkasini e'lon qilgan vaqtda ko'ramiz, qaysi tomonga bozor nima bo'lishini. Chunki ko'p основной fundamentalniy nimalar shu vaqtda chiqishadi, e'lon qilishadi. Bozorga juda ham katta ta'siri bor. Ethereum USDT parasiga keladigan bo'lsak, bir kunlik time frame'da ko'rib turganinglardek, Ethereum yon tomonga yurish qilib beryapti. U degani bu flat deb ataladi. Akkumulyatsiya bo'lyapti, kuch yig'ib, undan keyin mana bu tepaga qarab yurish kerak. Meni fikrim bo'yicha tepaga qarab yurishimiz kerak. Chunki tepada bizda gap bor, 3300 dollar atrofida. Atak qanaqadir force major qora oqqushlar kelib bozorni buzadigan bo'lsa, qanaqadir yangiliklar bilan, unaqa vaqtda faqat qaysi tarafga qarab chiqishiga qaraymiz narxni. Tepagami yoki pastgami? Bu yerda o'rinlarimiz, darajalarimiz qaraydigan bo'lsak, 2300 dollar darajada qo'llab-quvvatlovchi va tepada qarshilik ko'rsatuvchi darajamiz 2735-40 degan narxlarda daraja bor. Ikki darajaning o'rtasida mana shu narx hozir yuribdi. Kuch yig'yapti. Bu yerda ham akkuratni savdo ochishga bo'ladi. Pastga tushgan vaqtda pastdan savdo ochamiz tepaga chiqqan vaqtda pastga qarab shortga savdo ochishga bo'ladi. Faqat risk management, money managementlarni soblюдат qilgan holda. Bitcoin dominatsiyasiga keladigan bo'lsa, bir kunlik time frame'da bu yerda ham aytarli o'zgarish yo'q. Ko'rib turganinglardek, avvalgi video obzorlarda aytganimizdek, tepadagi mana bu 65-66% darajada shu yerdan kelib qaytadan hozir mana bu narx retest qilish kerak. Shuni shu yoqqa mana joy bo'lsa ham joylab tepaga chiqmoqda narx. Mana shu tepaga chiqib retest qilib, undan keyin pastga qarab yurishni boshlaganda altcoinlar osmonga qarab uchadi. Chunki hozir hamma altcoinlar juda ham yig'ilib, kuchi yig'ib tushadigan joylarga tushib, ayni sotib olish uchun juda ham zo'r payt hozir altcoinlarni sotib olish uchun. Chunki mana shu yaqin kunlarda, bir hafta
yoki mana shu oyning oxirigami dominatsiya pastga qarab tushadigan bo'lsa, altcoinlarimiz juda ham ko'p foyda beradi. Shuning uchun boshqa metrikalarga ham qaraganda hozir altcoinlarni sotib olish uchun juda ham qulayli vaqt. Bu dominatsiyani faqat biz kuzatishimiz kerak. Total market cap, umumiy kripto bozor kapitallashuvi 1 kunlik time frame'da bu yerda ko'rib turganlaringizday o'tgan darsda, o'tgan obzorimizda aytganimizdek, tahlilimizda kapitalizatsiyamiz bizga narxi nimasi hajmi tushib berdi. Bu yerda ham 7% примерно hajm pastga tushib berdi, pastga yurib berdi. Biz aytganday tahlilimiz bo'yicha mana shu 3 trillionga tushadi deganmiz, 3 trillionga tushdi va bu yerda ham RSI'lar razgruska bo'ldi, indikatorimiz. Endi hozir mana bu uchburchakni narx tepaga buzib o'tdi va hozir уже tepaga qarab ketyapmiz. Umumiy hisobda bu yerda ko'radigan bo'lsak, 12% примерно korreksiya bo'ldi. Bu juda ham yaxshi. Fibonacci bo'yicha shu tushadigan o'ringa tushib, tepaga qarab qaytdi. Endi hozirgi chiqadigan o'rni o'sish beradigan 3,5-3,6 trillion darajaga ko'tarilishi kerak. Примерно hisoblaydigan bo'lsak, 7%, 10% gacha bozor yana o'sadi degan so'z bu, umumiy bozor. Shu bilan bugungi obzorimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimizda bundan ham ko'proq kundalikda chiqariladigan bizda ежедневный grafik obzorlar bor. Bitcoin, Ethereum va boshqa har xil altcoinlar, spot, futureslar bo'yicha. Shuning uchun Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'ying. Hammanglarga profit tilayman. Kelasi obzorlarda uchrashguncha omad. Kelasi obzorlarda uchrashguncha xayr. E'tiborlaringiz uchun rahmat.